Assalomu alaykum, ekran oldidagi kompyuter vaskalari ham o'qirmanlar. United Coder ekranimizga xush keldinglar. Biz United Coder'ninki Yevropaga qartilgan tarbiyalash programma o'qitishini chiqargandan keyin menga nurg'unlagan o'quvchilar xatovatib savol so'radi. Men bu savolga javob berishdan burun oldi bilan nima uchun bu programmani maxsus Yevropaga qaratib açtık. Bunun sebebi nima? Muşnaga tushuntirib beray. Amerikada yumshoq detalninki sübtini tekshirishni avtomatlashtirish, ya'ni inglizcha SDET, Software Development Engineer in Test deymiz. Bu programni yo'l qo'yg'ili 8 yil atrofda bo'lib qoldi. Oldingi 3 yilda bizningki bu programmani Yevropa tarafdagi o'quvchilarni bilib qatnashdi. Lekin qatnash jarayonida Yevropalik o'quvchilar mandaq ikki ahvol duch keldi. Birisi ingliz tilining qiyinchiligi, ikkinchisi vaqtning farqi. Ya'ni ingliz tilining qiyinchiligi deganda Amerika, Kanada, Angliyadan iborat ingliz tilini asosli so'zlaydigan davlatlardan boshqa o'quvchilar ingliz tilini bilgan bilan lekin darsni anglash saviyasida mukammal ingliz tilini bilmaganligi uchun darsda to'liq tushunolmaslik ahvoli duch keldi. İkincisi bizningki Amerikadagi tarbiyalash, Amerika New York vaqtini asos bo'lg'achqa Yevropa taraflarda seshanba kech, payshanba kechdagi vaqt kechulab ketib, nurg'ulg'an bolalar darsga chiqolmay, darsdagi sinalg'uni ko'rib, sinni keyin o'zi to'liq oldi. Shuning bilan bu darsniki Yevropalik o'quvchilarga o'zlash nisbati sal kam bo'lib qoldi. Shu qiyinchilikni asosan ko'z tutib, shuni hal qilish uchun United Coder'niki Yevropaga yuzlangan programmani ochdik. Xudoyim buyursa 9-oyning 5-kuni bu programni boshlaymiz. Undaq bo'lsa bu programning vaqti qandoq, bu programma qachon o'tildi deganda 9-oyning 5-i boshlaymiz. 6 oylik programma. Biz darsni o'tish jarayonida, ya'ni muallim darsni o'tish jarayonida ba'zi darslarni o'quvchilar bakrab bilib ketsa, suratni tiziltimiz. Ba'zi mazmunni o'quvchilar bilmay qolsa, suratni asıltimiz. Shuningga bizningki bu darsningki tuzishi haftalik kalendar, ya'ni 26 haftalik dars bo'ladi. Darsningki vaqti o'zinglar ekranda ko'rib turibsizlar. İstanbul her shanba kuni İstanbul vaqti atgan soat 9:00, ya'ni bütün bir kun, shanba bütün bir kun. İstanbulda 9:00 bo'lsa, Dubayda 10:05 bo'ladi ekan. Germaniyaniki Myunxenda 8-dan 3gacha, Londonda 7-dan 2gacha, Stokgolmda 8-dan 3gacha bo'ladi ekan. Yevropadagi boshqa davlatga o'qishlar mushu vaqtgacha o'zinglar vaqtingni tangsan bo'ldi. Ondan her seshanba, payshanba kuni kech soat 7-dan 9gacha 2 soat bo'lib, bu darsningki vaqti haftasiga 10 soat ders bo'ladi. Ondan nurg'un o'quvchilar so'radi, mush 10 soat darsda o'tilgan mazmun jiqkan biz mush darsni o'tib bo'la olamizlar deb. Biz bu programmani tasdiqli 8 yil bo'ldi. Bu programmani o'tib bo'lamiz. Haftasiga 10 soat ders o'qisak 26 haftada taxminan 260 soat ders bo'ladi. Bu 260 soat ders oliy maktabda 4 mavsum kompüter programı dersini o'qamiz beraber. Shuningga bizning tarbiyalash vaqtini qisqa bo'lgan bilan sizlar mukammal bir programni to'g'risizlar. Ondan darsniki mazmuni qanday bo'ladi deganda, darsniki mazmunini men tushuntirman. Ondan o'quvchilar so'radi, bayram bo'lib qolsa qanday qilamiz deb. Bu darsni biz Yevropadagi o'quvchilarningki vaqtini asos qilgan bo'lg'achqa, mushu İstanbul, Dubai, Myunxen, London, Stokgolm mushu davlatlarningki davlatlik bayram bo'lib qolsa, biz darsni shu vaqtda to'xtatib qo'yib, keyin davomlashtiramiz. Shuningga agar har qanday bir bayram juma kuniga
yoki bo'lmasa dushanba kuni to'g'ri kelib qolsa shu haftaning oxiridagi darsni yo'q qilib o'tamiz. Agar seshanba, payshanba kuniga kelib qolsa, shu kunlik darsni yo'q qilamiz. Ondan darsniki mazmunlari nihoyatda jiq. O'zinglar ko'rib turibsan, bu darsning mazmunini men hammani bir boshdan tushunmayman. Aramizda bir so'rgan savol, mening hech qanday kompyuter asosim yo'q, o'rganalamdim degan savol. Bizningki bu programma hech qanday kompyuter asosi yo'q o'qishlarni asos qilib tuzilgan. Shunga kompyuterning asosiy bilimlari, ondan selenium texnikasi, yumshoq detalning ustini manual, ya'ni qo'lda tekshirish, test case yozish, test plan yozish, ondan Java programming, undan boshqa database, ondan website designing, ya'ni tor-bet laylash. Ondan shu IT shirkatdagi CI/CD deymiz, shu kodni qanday boshqaramiz, qanday tekit quramiz degandek, shu butun jarayon bo'lib, nihoyatda mukammal bo'lgan muntazam tarbiyalash. Shunga kompyuter asosi bo'lmagan o'qishlar buningga qatnashib bo'ldi. Undaq bo'lsa, tuvanda men bir necha savollarga javob beray. Hozir bu programmaga tizimlatgan bolalarning soni 50 ga yaqin bo'libdi. Bu ham 50 ga yaqin o'quvchilarniki qanchasi qatnashadi, qanchasi qatnashmaydi, shuni dars kuni bilamiz. Birinchi savol, siz o'zingizni qisqacha tunishtirsangiz bo'lamdi deydi. Bu savolga men javob berishdan burun sizlarga 2-3 ishni uqtirib qo'ymoqchi. Hozir bu tor texnikasi taraq qildi. Har qanday bir kishini sizlar torda izlasanglar, shu kishininki tordagi xizmat o'rni, qilayotgan ishlarini asosan topa olasizlar. Masalan, shu tor-betga chiqib, menga Dolqin Tarim, Tursun Tarim deb izlasanglar, nurg'unlagan uchurlar chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar. Men Amerikadagi cho'ng bir shirkatda bosh injener, ya'ni principal software developer, ya'ni Amobi degan bir shirkat bor. Bu shirkatniki o'zi amobi.com. Shuni ochib ko'rib olsanglar bo'ladi. Men shu shirkatda bosh injener. Bizniki bu shirkatimizniki butun dunyoda nurg'unlagan davlatlarda tarmoq shirkatlarimiz bor, tarmoq ishxonalarimiz bor. North America, New York, San Diego, Chicago, Los Angeles, London, Israel deydi, İsrailiya shunama, Singapur, Sydney, Tokyo deydi. Men shu shirkatniki bosh injener. Uningdan boshqa to'g'riga izlasanglar, men United Coder shirkatniki qurg'uvchisi. Bu shirkatni qurib mangdog'ili uzun yillar bo'lib ketdi. Uningdan burun vatanda men kompyuter sohasida oliy maktabda 8 yil dars bergan. Nurg'un kitoblarni nashr qilgan, nurg'un kompyuter tajribaxonani boshqargan. Shunlashqa mening uchurimni to'rdan izlasanglar, o'zingiz topa olasizlar. İkincisi so'rgan savol, siz nemishqa Facebookda naq maydon ekran ochib so'zlamaysiz deydi. Meningki ekran ochib so'zlasam sharoitim to'liq to'shidi. Chunki men qanday so'zlashni, nimani so'zlashni obdan bilaman. Chunki dars o'tayotgan vatanda 8 yil oliy maktab dars bergan, Amerikada shirkatda ishlab, qo'shimcha shu İngilizce Amerikalılarga yoki dunyoning har qanday yeridagi IT'ga ehtiyoj bolaga dars so'zlab turgan kuchandigili 10 yillab qoldi. Men shu IT sohasida torda dars
chiqirib shu IT'ga qiziqqanlarga bilim bergili 18 yil bo'lib qoldi. Shunga men so'zlasam bo'ldi. Lekin men ko'pincha vaqtimni darslik tayyorlashga sarf qilaman. Chunki darslik degan ma'rifning jini. Bir maktab ochdik deydi ekan, yoki biz bolalarni tarbiyalaymiz deydi ekan, bizning muntazam darsligimiz bo'lishi kerak, topshiriq ishlaydigan sistema bo'lishi kerak, bolalarga yetarlik sharoitni hozirlashimiz kerak. Shunga men ko'pincha vaqtimni dars tayyorlashga, bolaning savoliga javob berishga, andin bolalarning iqtidorini taraqqiy qildiradigan shu materiallarni tayyorlashga sarf qilaman. Shuni men Facebookda naq maydon ekran so'zlayman. Men ekran ochib so'rashning zaruriyati yo'q deb o'ylayman. Nimishqa deganda, sizlar bilasizlar, bizning shirkatniki 2-3 shu to'rga chiqargan darsligimiz bor. Masalan, uyg'urschool.com degan mushunga qarasanglarmi? Mushunda men chiqargan Java'niki asos bilimlarining to'liq nusxasi, andin Java'niki Selenium texnikasiniki to'liq dars bor. Buningga hozir 2 darsga qatnashgan o'quvchilar 1000 oshadi. Shuni men to'g'ri chiqib, mening 1000 o'quvchim bor, yana ko'p o'quvchi qatnashinglar deyishning zaruriyati yo'q. Bu 1000 o'quvchini men topmadim. O'quvchilar o'zi to'g'ri chiqib, bu darsning sifati yaxshi bo'lganligi uchun o'zi darsga tizimlatdi. Sizlar hammanglar Google'ga chiqsizlar, Facebook'ga chiqsizlar, Instagram chiqsizlar. Hech qanday vaqtda Google'niki CEO'si, Facebook'ning CEO'si yoki boshqa CEO'sini so'zligini bilmaysizlar. Chunki ular diqqatini yaxshi bir mahsulotni xalq ommasiga sunishga sarf qildi. Shunga men bu vaqtimni dars tayyorlashga, bolalarga yetarlik o'qitish materiallarini tayyorlab berishga sarf qilaman. Shunga men to'rlarda ancha so'zlab yurmayman. Andin 3-chi so'ragan savol, siz nemishqa shirkatning ismini United Coder deb qo'ydingiz degan savol bo'ldi. Bu nihoyatda yaxshi savol. Mening maqsadim shu United Coder shirkati orqali shu mayli Amerikadagi bo'lsin yoki dunyoning har qanday yeridagi IT qiziqadiganlarni tarbiyalab, dunyoning har qanday yerida bir ish topa oladigan iqtidor ega qilish. Siz bilasizlar, Amerikada United degan nom bilan shirkat ochgan dunyoviy shirkat intanjaq. Masalan, biz to'rga qaraydigan bo'lsak, masalan united.com deysizlar, united.com. United.com degan bu United Airlines. Shunami? Amerikaningki Birleşme Airlines bütün dünyaya hesapta passenger deymiz. Xaridorlarni dunyoga taşıydı. Yani United Airlines orqali dunyoning har qanday yerga bora olasizlar. Mening maqsadim o United Coder orqali bizning qo'lniki tarbiyashimizdan chiqqan o'quvchilar, mayli Uyg'ur o'quvchilar bo'lsin, mayli Amerikalik yerlik bo'lsin yoki Kanada, Angliya, Germaniya bo'lsin, dunyoning har qanday yerida IT sohasida ish topa oladigan bir ixtiro qilmoqchi. Shunga shirkatning nomini United Coder deb qo'ygan. Andin 4-chi savol, Yevropa tarafida xizmatlar bormi deydi. Men bu savolga to'rbatni ochib javob beray. LinkedIn degan shu to'rbatni ne bilasizlar? Bo'libmi Amerikadagilar obdan ishlatamiz buni. Masalan, bunga biz jobs deb bizda xizmatlar deb. Men meyaqdan izlab boqay. Test automation engineer deb. Engineer and then o'ringa masalan Turkiya deb izlab boqay. Turkiya. İstanbul, Türkiye.
İstanbul Türkiye'de 9 xizmat bor ekan. Maningda shu andin Türkiye'nin o'zida abay degandek manada 16 bor ekan. Agar bundaq izlamay software tester deb izlasak yoki software test engineer deb izlasak Türkiye'de 12 o'rin bor ekan xizmatlar. Bu son mana oz chiqqani bu xizmatning ozligi emas. Masalan, mayaqdan biz Glassdoor'ni ish baqili. Masalan, software test engineer İstanbul yoki Turkiya deb izlab baqili. Managa qarasak, hozir necha xizmatlar bor ekan deganda umumiy sonni 137 xizmat bor ekan. 137 xizmat Turkiyada bor ekan. Shu software test engineer. Aning keyindan masalan Sweden izlab baqili. Sweden. Sweden ise 33 xizmat chiqibdi. Mayaga undan boshqa masalan software test automation engineer izlab baqili. 9 bor ekan. Undan boshqa masalan Amsterdamda bor. Amsterdamda masalan software test engineer deb izlasak man 3 nima ekan LinkedInda buni ma Glassdoor deb baqili. Masalan yerdan Amsterdam Netherland. Buna 2086 xizmat bor ekan. 2086. Onun başqa yerliklar o'zingizga bosangiz bo'ldi. Yevropa tarafida xizmatlar nihoyatda jiq. Shularning nupusini qaraganda xizmatlar jiq. Albatta buningga xizmatlar Kanada, Amerika taraflarida nihoyatda jiq. Kanada'da software testing engineer'ga 2041 pozisyon bor ekan. Agar Amerikada izlab baqsak, United States 40 ming pozisyon bor ekan. Shuni nima demoqchi deganda, Yevropa tarafdagilar xizmatlar intayin jiq. Masalan, buni Angliyani izlab baqili, Angliyanikini. Angliyada 38 pozisyon bor ekan. Şunu mayli sizlar Türkiye'de bulunlar yoki boshqa davlatda bulunlar xizmatlar bor. Xizmatga tushib iqtidoringiz bo'lsa, iltimos qilsangiz bo'ladi. Andin 5-chi so'ragan savol, men 2 soat dars anglab o'qib qaror bersam bo'lamdi deydi. 2 soat ders anglab o'qib qaror bersam bo'ladi. Lekin 2 soat ders anglab o'qib qaror berishingizni bu butunlay xato deb qarayman. Nimishqa deganda bu bizniki yemeklik emas. Amma yemeklik yeb o'qib ta'min etsam, alay ta'min etmasam amma degandek. Bizning bu 260 soat darsda har soatga mazmun o'xshamaydi. Shuni 2 soat darsga qarab 260 soatlik darsga hukm qilish bu to'g'ri emas. Balkim Müştaq savol so'raganda men ma'lumning dars tutish uslubini bilib baqay yoki men yaxshi ko'raman desam, bu bir yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydigan bir tovar emas. Bu degani bir bilim. Bilim o'rganishga vaqt kerak. Biz 260 soatlik darsni o'rganish uchun sizlarda 2 hassa ortiq vaqtni sarf qilishingiz kerak. Sizlar oz bo'lganda darsdan keyin kunda 2 soat vaqt sarf qilsanglar, oz bo'lganda sizlar 500 soat vaqtni sarf qilishingiz kerak. Shuna 2 soatlik vaqtga asosan bu dars men o'rganmaydiganman yoki qatnashamaydiganman deb o'ylasanglar,
Menimcha bu darsga qatnashishingizga zaruriyat yo'q. Bilingni bog'laganlar o'qinglar, bilingni bog'lamaganlar eng yaxshisi o'zingizning ishni qilsangiz bo'ldi. 6-cı sual, men o'qiyalamdim, o'qiyamamdim, maslahat bersiniz deydi. Buningga men maslahat beradigan sizlarniki, har biringlarniki turmush odatinglarni, o'rganish odatinglarni, o'rganish iqtidoringlarni men o'qimayman. Shuningga bu savolga javobni o'zing topasizlar. Biz darsniki muntazam o'tilishga kafolat qilamiz, topshiriq sistemasniki muntazam tayyorlanishga kafolat qilamiz. Sizlarniki savollaringizga javob beramiz, lekin qandoq o'rganish, qachon o'rganish, qandoq usulda o'rganish, bu sizlarniki o'zingizning ishi bo'ladi. Bunga men javob beramayman. Shunga bu savolga javobni menimcha o'zingizdan topinglar. 7-ci so'ragan savol nihoyatda kulgili bir savol tushdi. Bu darsni o'qib bo'lib, ish topa olsam, pul to'lasam bo'lamdi deydi. Bu xuddi bir oshxonaga kirib, men bir tax lag'ma yey, qo'sig'im to'ysa pul beraman, qo'sig'im to'ymasa pul bermayman degan bir gap. Bu oliy maktabda o'qigan o'quvchilar. Oliy maktabda siz bilim olasizlar, oliy maktabda o'qish pulini o'qishni bitirib ish topsanglar to'langlar. Ish topmasanglar to'lamanglar degan gap yo'q. Biz darsni o'qitish jarayonida o'qituvchi maosh beramiz, IT sistemaga pul to'laymiz, to'g'ri pul to'laymiz, har birimizning vaqti bor, tovarning qimmati bor, bilimning qimmati bor. Shuningga bu darsni o'qib bo'lib, ish topa olsa pul to'laydigan, ish topa olmasa pul to'lamaydigan ish yo'q. Agar nimaga bu darsga bilimni bog'lagan bo'lsanglar, oz to'la ajri qilishinglar kerak, ya'ni iqtisod o'qish pulini to'lashinglar kerak. Shu sizniki bizga qilgan ajring bo'ladi. Biz shu ajringni qarata sizlarga bilim beramiz, ondan o'zinglar keyin ish izlaysizlar. Shuningga bu darsni o'qib bo'lib, ish topa olsa pul to'laydigan undaq ahmoqona ish yo'q. 8-ci savol, agar darsga chiqa olmasam, keyin kirish mumkinchilik bormi deydi. Darsga chiqa olmasanglar, keyin kirish mumkinchilik bor. Masalan, bizniki ikki sistemimiz bor. Birisi unitedcoderschool.com. Mushu to'rbetga sizlar o'qish pul to'lab kirgandan keyin biz sizlarga access beramiz, ya'ni hisob beramiz. Mushu darsga kirib, masalan, bu yoqda bu STT, Java, sizlar Uyg'urcha moddasini men qurib qo'ydim, nurg'un topshiriqlar buni ishlaysizlar. Ondan manual test topshiriqlar buni ishlaysizlar. Mushuni topshiriqni ishlab xalqaro vaqtda ishlasangiz bo'ladi. Undan boshqa bizningki darsligimizni biz darsligimizni shu Selenium Master shirkatimizningki to'g'ri chiqaramiz. Mushu to'g'ri chiqargandan keyin mushu mavu birmuncha bizningki commercial darslik bor. Bu xalqan o'quvchi sertifikat o'rganadigan. Mushu darslikka sizlarga access beramiz. Ya'ni darsni rekord qilamiz, sistemaga kirib, ondan o'zingizning xalqda ko'rsangiz bo'ldi. Darsni YouTube'ga chiqarmaymiz. YouTube darslik chiqaradigan muntazam sistem emas. Biz o'zimizniki ma'rif sistemiga dars chiqaramiz. Ondan 9-ci so'ragan savol. Darslik oxirlashganda sertifikat beramsizlar deydi. Darslik oxirlashganda sertifikat bersak bo'ldi. Ya'ni bizning darsni tugatdi deb bersak bo'ldi. Lekin biz o'quvchilarniki Java o'rganib bo'lgandan keyin maxsus Java'ningki shu o'lchamlik xalqaro idrok qiladigan certification imtihoniga qatnashishini umid qilamiz. Ya'ni buni Java OCA deymiz. Java Oracle Certified Associate. Bu imtihonga qatnashsanglar, buniki nurg'un kitoblari bor. Masalan, Java Oracle Certification Exam deb izlasak, OCA Exam deb izlasak, shu Oracle'ning o'ziniki bor. Asli bilsan, bu Oracle shirkati degan dunyoviy shirkat. Buniki kinchikisini har qanday yatira qildi. Shuni biz sizlarga bizning shirkatda tarbiyalanib chiqdi degan qaraganda bu sertifikatni olsanglar, sizlarniki iqtidorlarniki bog'lig'i texnologiyadan namoyon bo'ldi. Onun keyindan
Sizlar balkim so'rasam mumkin, bu o'qish puli $600 sizlar qimmatmi deb. Men sizlarga burun degan, biz sizlarga o'qish pulini intayin arzon qilib berdik. Sababi texmi qarindoshlarimiz iqtisodniki cheklimizga uchirmay o'rganib deb. Men sizlarga bir to'rbet ko'rsatib qo'yay. Agar ishlamsanglar, Coding Dojo degan bir tarbiyalash shirkati bor Amerikada. Mesela part-time ve software development deyli. Şu bootcamp program. Ondan şu bootcamp programınınki mesela ben o'qish pulini ko'rsatib qo'yay. Dates and the tuition. Qaranglar, bu 3 oylik darsga muavamisi Python'ning darsigan. Yani 8-nın 17'den 11-nın 20'ye 3 aylık dersga $14,000 o'qish puli oladi ekan. Mushundaq tarbiyalashga qatnashganlarmi bizga o'xshash mazmunni o'tadi. Buningda Python o'tadi ekan, Learn, C# .NET, bizlarga Java, test automation o'tamiz. Shuningdek, meniki demoqchi o'g'lim, bu bizniki shirkatimizniki o'qish pulini agar $600 to'lamasanglar, bu darsga bizlarni qatnashtirmaymiz. Chunki har qanday bilimning qiymati bor. Endi buningdan tuvan qilinglar desanglar, eng yaxshisi sizlar bu darsga qatnashishni voz kechib, shu o'qish pulini to'liq tayyorlab, idealda men shu o'qishga mablag' solaman, men shu o'qishdan natija olaman degan vaqtida bizniki tarbiyalashga qatnashsanglar bo'ldi. Yuqorida bir necha savolga javob berdim. Agar boshqa savolingiz bo'lib qolsa, Facebook'dagi WhatsApp gruppasini ulanishini chiqarib qo'ydim. Shunga qatnashib savolni so'rasangiz bo'ldi. Undaq bo'lsa, bugungi sizni ko'ngil qo'yib anglaganga ko'p rahmat. United Coder shirkatimizniki 9-ayning 5-kunligi programmaga qatnashinglarni umid qilaman. Ko'p rahmat.